Mana 2 minut vaqtini chiqarsanglar, ba'zaydan ishlar o'xshagan yangi qilishni ko'rsatib qo'yman mana. Karamat o'xshab ketdi mana. Kerak ekan. Ko'rib mana Eronlik qilib maqtab ketdim hamza boshlab ketdim. Yaxshi sizlar ko'pchilik men sizlarni tortkashlashtiraman. Sen javstamizmi? Degan sizlarga ham ba'zayda mana ba'zay bir yangi qilishni ko'rsatib qo'ya. Kerak ekan. Mana ba'zayning ma ko'zlarini kesib eluvtimasa. Ha, men o'ttirda ish qilib olamaysa. Mandasiga ish qilib olamaysa. Ha. Mandasiga shu 3 qilsak bo'ldi, ha, ber. Mana 3 bo'ldi, ha. Bek kichik qilib olsa bo'lmaydi mana, ha. Ishoratlan mana. Ha, buni selib olamiz, ha. Mening o'xshash mana, ha. Men seni jiqroq qilib, bingshang sep qo'yamiz hozirgidek kunlarda, ha. Bingshangda elib yesanglar bo'ldi, ha. Bizning ma kuchaning nimasi, keshdimi zada 30 dan tushmay ularni qilib silib deb bekanlar, sizning hayot temperatura necha ketdi, kunduz 31 chiqib bordi bizning ma kuchaning kimi. Kana kaskatra bilan necha chiqyapti, qani pinchik yezib qo'yinglar, ha. Mana basen sep bo'ldi, uni kendin azroq qarmor, ko'k qizil laza, samsak, shanse, shomijo laza. Nima ochiqroq yegachga so'ng shomijo laza ketib qo'ydimlar, bu samsanglar bo'ldi. Hamsa avval men bir taom qilib oldi, ha. Biz avval qazon g'oz miqdori suv qo'shib olamiz, ha. So'ng qo'shib oldik, ha. Ha, basen bir choy qo'yamiz, ha. Ha, choy qo'ydik. Hem solamiz suvga, ha. Mana bir qaynda bir pishirib olamiz, ha. Ha, mana mishda qaynagandan keyin vaqti sanab 2 minut qaynatmasa, 2 minut qaynasa pishirib, uni keyin ma'nasidan silib bir aralashtiramiz, ha. Ha, bu karnolni qaynab sovuq chilgan keyin bu pishib bo'ldi, ha. Ama lazım bu xamisak bo'lgan narsa bu, ha, mana. Mana, ha. Endi olamiz, ha, buni. Elib endi muzdek suv choy qo'ysaklar bo'ldi, ha. Ha, mana buni muzdek suv chaqab bo'ldik. Endi buni men ta'min tanshitlar, ha, mana. Samsak, shomijo laza, shansay. Ha, shunda men azroq xasan qilib qo'ydim. Men ish bekamra xasanga. Hamish xasan pishirishni o'rgatib qo'ysam, o'rganadiganlar bormi? Penlenchi o'rganaman deb yozib qo'ysanglar, kelarsandan xasan pishirishni o'rgatib qo'yman. Uydan pishira olasizlar, ha. Men xasan sizlarga to'qman elib deyapman. Ma bo'lib qolsa, bizning lansaga tanishgan xonyor emas. Rangini shunday chiroyli qilib turgan. Buni o'rganib qolsangiz, tirsiz mashkalan penlenchi rasmini deb yo'llaman. O'lchamlik darsini yo'llab beraman ma xonyorniki, ha. Ha, buni da azroq beramiz. Kerak ko'rsa, o'rgansa mana. Shunday chiroyli mana. Ha. Endi men qora suv mana, ha. Qora suvda azroq beramiz. Undan ko'pmi? Ha, qora suvdan dadib. Endi azroq ta'min tanishamiz, ha. Men aytmoq oldim. Shikadan bir qo'shiq, ha. Vijondan 1,5 qo'shiq, jijondan 1,5 qo'shiq. Tuzdan mana 1,5 qo'shiq tuz, ha. Ha. Bo'ldi. Endi rasman bir aralashtiruvchimiz mana, ha. Endi ma'nasini solamiz mana, ha. Yo'q, ma'lumotga karamat o'xshab ketdi ekan. Kerak yo'qsan afka mana. Shunda chiroyli mana ha rangini. Va, furatim kam. Ha, ma'lumotga mana gazab furaydi, chunki men biz chiqargan xonyoda furatim hemimiz bor mana ha. Mana, yansimisim tayyordi. Ugnalganlar davomli qilgan qilib bilinglar. Ha, o'xshagan kuzurlar tamak edganlar bizni shingonlaychan 5 yo'qroq kelsanlar bo'ldi. Biz o'xshaganroq lag'man so'maysan bo'ldi deb qilib bizni Veyza Yuanjang Meisha degan do'kon kelsanlar bo'ldi ha. O'zim bir qo'lliq itpirman lag'man so'mini.